bo'lsinlar, tanajonlari sog' bo'lsin. Albatta bizni mana shu Rasul akamizni bir yaxshi ko'rgan she'rlar bor, shuni aytib bermasangiz bo'lmaydi turibdi. Mana xudo xolasa 10 kundan keyin mavsum ham tugaydi. 10 kundan keyin mavsum tugaydi xudo xolasa. Keyin hamma o'zining ishini qilishga tushib ketadi. Jizzax G'allaral Kalis quduq mashhur polvonimiz Shertoy polvonni bir gaplari bor. Yozda deydi, polvonning narxi pomidordan ham arzon bo'lib ketadi deydi. Ana shu masala bo'yicha yozilgan she'r, barchamiz boradigan joyimiz bir, o'zimizdan bilib ishlashimiz kerak deb o'ylaymiz. Bir kun tobutingni ushlab do'stlaring, otlaring ortilgan zilga ortishar. Hazildan takangni tortgan do'stlaring bir kun qabring sari tuproq tortishar. Yozda pomidorlar narxini eslashar, qishda Franklinli otlar izlashar. Ba'zi qo'shtirnoqli mashhur polvonlar kambag'alning otin boshin ushlashar. Etiging poshnasi loyni ko'rmasin, mayli mavsum payti ko'zlar ko'rmasin. Qishda mag'rur yurgan mashhur polvonlar ish qilib yoz oyida pashsha qo'rmasin. Yerga boq polvonim, yerga boqib tur. Kambag'al bosganda yetaklab ham tur. Tuproqni mensimay uchma havoga, tuproqqa qaytasan ketmay havoga deb qolamiz. Omon bo'lsin. Muxlislarimiz omon bo'lsin, qadrdonlar omon bo'lsin. Qani bo'stonliq gullab yashnasin, qani Toshkentimiz gullab yashnasin, yurtimizga ko'z tegmasin.